U yovvoyi gul edi. Dashtda tug'ildi. Bahor yomg'irlari shivirlagan pallada yerni timdalab yorug' dunyoga chiqdi. Barq urib o'sa boshladi. Biroq qurg'oqchilik boshlanib, yer toshdek qotdi. U jizg'anak bo'lib so'ldi. Ustiga ustak allaqanday mol uni toptab o'tdi. Ketidan achchiq shamollar esdi. Qor yog'di. Tamom. Ammo u tirik edi. Yana bahor keldi. Iliq yomg'irlar yog'di. U jamiki ko'rgiliklar evaziga qaytadan bosh ko'tardi. Qaddini rostlab, yana barq urib o'sa boshladi. G'uncha tugdi. Olov parchasidek yal yondi. Shu qadar muattar bo'y tarata boshladiki, hamma hayratdan yoqa ushladi. Shunda uni ko'chirib ketishdi-da, qimmatbaho tuvakka solib, uyning to'riga qo'ydilar. Qandoq yaxshi. Qurg'oqchilik qovjiratmaydi, mol topdamaydi, izg'irin shamollar vujudini qaqshatmaydi. Boshqalarga maqtadilar, hammaga ko'z qildilar. Shunaqa-ku, negadir u endi muattar bo'y taratmay qo'ydi. Oradan kunlar o'tdi, hafta o'tdi, oy o'tdi. Uni uloqtirib yubordilar-da, qimmatbaho tuvakka boshqa gul keltirib o'tqazdilar. O'tkir Hoshimov daftar hoshiyasidagi bitiklardan.